88-bob. Darvoza, bahaybat teshiklar bo'lib, ular orqali maxluqlar kiradi. Zindon bo'sini mag'lub etgandan so'ng ovchi 1 soat ichida darvozadan chiqish kerak. Ammo buni qila olmadim. Va natijada o'lchamli yorug' ichida qolib ketdim. O'shanda hukmdorlar menga yaqinlashdi. Ular menga o'z kuchlarini ishonib topshirishdi va mendan monarxlarni to'xtatishni so'radi. Va nihoyat yorqin nurning eng katta parchasi menga yangi vazifa berdi. Soyalar monarxini himoya qil. Shuning uchun men senga yordam berdim. Bu holimni ko'rishingni xohlamagandim. Meni kechir. Siz sog'indingizmi? Meni sog'indingizmi? Aytmoqchimanki bizni. Har doim bir daqiqam ham sizni o'ylamay o'tmadim. Katta yigit bo'libsan. Men sen bilan ko'proq gaplashishni xohlardim. Qani edi menda sizlar bilan ko'proq vaqt o'tkaza olsam edi. Kechir, men sizlarga yaxshi ota bo'la olmaganman. Xayrli tong, Jinvu. Ota? Ota emas, dada. Nimadir bo'ldimi, Jinvu? Nega yig'layapsan? Men dahshatli tush ko'rdim deb o'ylayman. Soyalar monarxi yer yuzida qolishga qaror qildi. Bu yerda o'tkazgan har bir soniya u uchun qadrli ekanini aytdi. Haqiqatni soyalar monarxidan yashirishni davom ettirmoqchimisiz? Aytmoqchimanki o'g'lingizdan. Axir u atrofdagilar nima bo'lganini eslashni xohlamaydi. Ota ham o'g'il ham bir. Men ketganimdan keyin hukmdorlar boshqa aralashmaydi. Bu mening bu dunyoga oxirgi marta kelganimni anglatadi. Bu juda qiziqarli tajriba bo'ldi. Men soyalar monarxini qaytishini kutar ekanman. Nima bo'lishini ko'rishdan hayajonlandim. Hukmdorlar soyalar monarxiga minnatdor. Sizga ham, janob Sung Ivanxu. Siz uchun qila oladigan narsam bormi? Sizdan yo'qolgan vaqt haqidagi xotiralarimni o'chirib tashlaysizmi? Albatta bu mumkin, lekin nima uchun bunday qilishni xohlaysiz? O'g'limning oldida hech narsani eslamagandek bo'lish juda qiyin. Bu narsalar haqida gap ketganda u juda sezgir. Shuningdek, o'g'lim uchun qayg'uradigan oddiy ota bo'lib yashashni xohlayman. Men uchun Jinvu mening qimmatbaho o'g'lim, soyalar monarxi emas. Juda yaxshi. Bu kafedan chiqqaningizdan so'ng yo'qolgan vaqt haqidagi xotiralaringiz boshingizdan butunlay o'chib ketadi. Siz nima bo'lganini eslay olmaysiz, lekin men sizga yaqin kunlarda tinchlik tilayman.